Mana bitta iflos ona 3 yashar bolasini urib o'ldirdi mana internetda 6 kunmi 5 kun bo'ldi chiqdi. Yoshlar ko'rgan bo'lsa kerak menimcha. 3 yashar bolasini urib o'ldirdi ona. Hatto it ham bolasini o'ldirmaydi. It ko'chada qolgan yomon nom bilan nomlanadigan it ham bolasini o'ldirmaydi. Ha o'sha o'ldirdi-ku mana bolasini. Unaqa bolasini o'ldirgan ona nechta? Bu yerga olsiz. Onasini o'ldirgan, otasini o'ldirgan bolalar bor, jinoyatchilar. Qattan buna bo'lib ketyapti bolalar. Ota-ona tomonidan e'tiborsizlik bo'lyapti. Bolalarning qo'lida virtual olam, internet nima qandaysa yuribdi. Fohisha bo'lyapti. Internetda vahobiy bo'lyapti. Internetda hizbut bo'lyapti. Internetda qimorvoz bo'lyapti internetda. Nazorat yo'q. Kechasi 10, 11, 12 da yuring. 18, 17, 16, 20 yashar qizlar, bolalar daydi yurgan. Pishirib qo'yibdi bularga. Bir vrach bo'lsa ekan operatsiyadan kelyapman, uchastkovoy bo'lsa ekan ishdan kelyapman, deputat bo'lsa ekan yig'ilishdan kelyapman desa, kim u? Bunnini artalmaydigan bolalar sang'i yuribdi. Sayoq yursang tayoq yeysan degan. Payg'ambarimiz shomdan keyin bolalarni ko'chaga chiqarmanglar, chunki shaytonlarning yomonligi kechasi boshlanadi deganlar. Shuning uchun jinoyat, yomon, xunuk ishlarni juda ko'pi kechasida bo'ladi. Qimorbozlar ham bilsalar kechasi to'planadi, 12larda to'planib sahargacha o'ynaydi. Yani itdan battar fohishalarni ham ko'ringda, kunduz topa olmaysiz. Hamma sasi yotadi. Kechasi chiqadi ovga. Och qolgan itga o'xshab turadi. Ikkinchi och qolgan it keladi, olib ketadi. O'zi bugun olib borib nima qilgan, mana nima qilyapti? Kecha xuddi o'ziga o'xshagan bitta paskuda o'sha ishni qilib tashlagan. Ko'ryapsizmi? Bularda na did bor, na bir farosat bor, na iymon borda bularda. Shundaylar bugun bulg'ab tashlayapti hamma yo'q. Bu narsaga hammamiz jiddiy qaramasak, bu ketishida yaxshilikka bormaydi. Yaxshilikka bormaydi bu. Shuning uchun kelajak avlodimiz bo'lgan yoshlarning ta'limiga, tarbiyasiga jiddiy e'tibor berish kerak. Hamma o'zini uydagi bolasini hech bo'lmasa ushlab bersin. To'g'ri, shaharda hammasini tarbiya berib qo'ya olmaymiz. Chunki O'zbekistonda 38 million aholi bo'lsa, 3dan biri ham agar yoshlar hisoblanadigan bo'lsa, salkam 12-13 million yoshlar bor O'zbekistonda. Lekin o'sha 12-13 million de uyga kiryaptimi axir? Mana 4 ta bolam bor, mana kiryapti, 4tasi meniki kiryapti. 5tasi 6tasi sizga kiryapti. O'shalar ushab qo'yaylik shunisi. O'shalar tarbiyasi, ta'limi, odob, axloqi, vijdoni, or-nomusi. Ha bugun 14-15 yashar qiz bola o'sha o'ziga qaraydigan bo'lib qolyapti. Nimaga deb o'ylaysiz? U qarash deganda u odam o'ziga qarab yurish bilan qarash farqi bor-da. O'sha kimgadir yoqqisi keladigan bo'lib qolyapti. Hozir aytingchi, qaysi maktab qizi oldin bo'yangan? Ayting. Uyatardi bo'yangan. Homilador bo'lib qolgan ayol uyda erkaklarga umuman ko'rinmasin. Uydagilardan uyatardi hattoki. Ha hozirchi homilador ayolini internetga olib birga rasmga tushyapti-yu. Tasavvur qilyapsizmi? U qayerga qarab ketyapsiz? Homilada xotinni 2 qat qilib qo'yib olib chiqyapti internetga. Yaxshi o'ylaylarda bu tubanlikka qarab ketilyapti. Ha hajviy ko'rsatuvlarda ana chiqayotgan konsert qo'yadi. 90% 18 emas, 90 plus bo'lyapti. Yana onasini, xotinini olib kirib birga kulib o'tirishibdi. Qog'ozga o'rab bir narsalar qilyapti, lekin o 60% dan ko'pi uyatsiz hammasi. Bari o'sha naleva gaplar. Shunga mana ona yuring, men bilet oldim. Bu hurmat deb o'ylayapti, xotini bilan kirimda o'tiribdi, bitta nechta erkak, nechta ayol ko'rib birga kulib o'tiribdi. Endi ular ham bir insofga kirib qolar, balkim qachondir u. Men bilmayman endi. Biz din deganda faqat namozni tushunmaylik akalar. Din bu tarbiyada, tarbiya. Bolalarni o'qitmasak, mana Falastin bolasi o'qimagan uchun shuna bo'ldi. Fizikani o'qimadi, kimiyani o'qimadi, geometriya, algebrani o'qimadi, IT texnologiyani o'qimadi, natijada kuchi yo'q. O'rib tashladi, qirvordi. Musulmonlar o'qimay qo'ydi. Shuning uchun musulmonlarni bir tiyinga olmaydi. Dunyo yer yuzida musulmonlarda pista po'chaqchalik hurmati yo'q. Pista po'chaqda ham hurmati bo'ladi. Pista po'chaqchalik musulmonlarni birov hurmat ham qilmaydi.
qo'rqmaydi ham. Mana bu yil oshkor bo'ldi. Bu yil oshkor bo'ldi. 8 million yashasa agar Izrailda. 8 million ham bo'lmasa kerak odam soni. Hammasini mazalarini qochirib yuboryapti. Tizzalatib yuboryapti. Faqat o'sha to'polon qilayotganini ko'rsangiz, peshonasiga la ilaha illalloh yozib olib chiqib baqirishdan boshqa hech nimaga bormaydi. Qo'y peshonangga baylama, baqirma, o'qina bari. Fizika, ximiyani o'qi, uni mazasini qochiradigan qurol chiqar. Nima kerak chiqib olib baqir chaqir qilishdi. Allohu akbardan boshqa hech nimani bilmaydi. Allohu akbarni o'zi bilan bo'lib qolmaydi-ku, sabablarni qilish kerak-ku. Bitta kinobkaningiz yo'q qo'yapti, 700 kilometr, 1000 kilometrdan urib qo'yyapti. Shu qatori siz bilan mana bunday qari kim bolasini o'qityapti musulmonlar hozir. Endi jiddiy e'tibor berib pulini ayamayotganlar ham bor. Lekin juda ko'p musulmon bolasini o'qitmayapti. Shuning uchun dunyo agar siyosatidan xabari bor odamlar bo'lsa, dunyodagi eng xor, eng past, eng oz oylikli ishlarni musulmonlar qilyapti. Va musulmonlarning ustilarida ilmiy ishlar bajarishyapti. Tajribalar o'tkazishyapti musulmonlarni olib borib, virus haydab sinashyapti odamlarda. O'lib kelsa bor tashlab yuborib musulga deyapti. Musulmonlarning ustida tajribalar o'tkazishyapti. Itda, mishiqda tajriba o'tkaziladi-ku. Ba'zi bir musulmonlarni a'zolarini sotishyapti. Nimaga? Hurmat qiladigan bilim yo'q, qo'rqadigan kuchi yo'q musulmonlar. Musulmonlar o'qimayapti. O'qimasang yana battar bo'lib yuraveramiz. Bir kunda 12 soat ishlaymiz, 30 kun ishlatadi. Men $500 deydi. $500 olib xursand bo'lib yuraveramiz. O'qisak, qaysi davrda, qaysi millat, qaysi davlat dunyoda lider bo'lgan bo'lsa, ilm bilan lider bo'lgan. Biz o'rta asrda liderlik bizda edi. Keyin qo'ldan boy berdik, sabab keyingi avlod o'qimay qo'ydi. Endi mana endi chiqyapti, Xudo xolasa, noumid shayton. Ajomas kelajakda shu musulmonlarga asqatadigan, foydasi tegadigan, musulmonlarni dunyoga tanitadigan kadrlar o'zimizdan chiqsa Xudo xolasa. Chunki payg'ambarimiz ummatimiz yaxshisi, odamlarga foydasi tegadigan ummatim deganlar. Bo'l tamom. Ummati yaxshisi faqat domla yo qor aka bo'lsa bas bo'lamiz. Zo'r doktor bo'lsin, bo'ldi ummati yaxshisi shu. Zo'r o'qituvchi bo'lsin, zo'r sportsmen bo'lsin, zo'r svarshik bo'lsin. Yo zo'r usta, yo zo'r qassob. Yo umuman nimadir ishida zo'r bo'lsin, bo'ldi. Rasululloh aytib turibdilar. Musulmonlarga foydasi tegyaptimi shuni? Ha, bu zo'r odam, tamom. Suvoqchimi, bu duradgormi, farqi yo'q. Yo ingliz tili o'qituvchisimi, farqi yo'q. Ummatning yaxshisi faqat qor aka yo mulla aka emas. Jamiyatga faqat qor aka yo mulla akani o'zi kerak emas. Jamiyatga hamma kerak. Mana hozir ayol doktor yetishmayapti bizda. Operatsiya qiladigan ayol doktor qayerda bor? Hozir bitta ayolimiz appendisit bo'lsin, topolmaysiz. Qayerga topasiz? Chunki musulmonlar o'qitmayapti qizini, medinstitutda o'qitmayapti. Sanchi sizmi o'qitaman Xudo xolasa. Bitta qizimni kirgizmoqchiman. Medinstitutda o'qiydi, doktor bo'ladi. Bu ham mana shu musulmonlarga xizmat bo'ladi. Hamda o'ylang, hozir mana Farg'onaning o'zi 4 milliondan oshiq aholi soni o'zi. Respublikada aholi sonida 2-o'rinda turamiz. Samarqand 1-o'rinda turadi. Oila sonida 1-o'rinda turamiz. Farg'ona viloyati eng ko'p oila 1,124,000 oila bor Farg'ona viloyatida. Hayda 4 millionni yarmini ham ayollar, siz 2 million ayolimiz bor. 2 million. Endi savol berish kerak odam. 2 million ayollarimizga teri doktor, quloq doktor, oshqozon doktor, jenskiy doktor, palon pokun nechta ayol doktor kerak, kadr kerak deb o'ylang. Ya aptekaga misol dada to'xtab turing, kirib chiqay deyapti qizimiz. Kiryapti, aptekada ayol sotuvchi yo'q, nima bo'ladi? Kerakmi axir? Kerak. Mana oziq-ovqat xotinimiz tushyapti, men bir narsa o'zim yoqqan narsa olaman, kiryapti. Bir narsani so'ramoqchi. Ayol sotuvchi yo'q, nima bo'ladi? O'zini ibo hayosida bo'lsa ishlaversin, nima bo'pti? Aptekada ayol bo'lsa, bunday kiradi, keling deydi, keling opa deydi. Savolni beradi, javobini beradi, mana sizga deydi. O'zi qilish kerak masalan. O'zi juda yaxshi bilasiz, o'zingizda qanaqa qilinadi. Shuni kim o'ylaydi? Bugun borib olib o'zicha
doktorga borib olib to'polon qilishni biladi. Men xotinimni olib keldim, onamni olib keldim, ayol doktor topib, to'xtasan. Nima qahramonlik qilasiz o'zingizga? Qizingni, jiyaning birortasi o'qigan medin institutida. Ha yo'q, pashol von deyish kerak. Bor, libo joyda topib ol deyish kerak. Ha o'zimiz kadr chiqarmasak, libo tegmadi. Qandoq bo'ladi? O'zbekistonda Yaponiyadan kelib birov qo'riqlab bermaydi-ku. Ha bolalar armiyaga bormayapti. Ha kattalar aytinglar mana, yo oldin armiyaga bormagan bolani chumo deyilgan, qiz berilmagan. Qiz bermagan birov armiyaga bormaganga. Ha hozir bor armiyaga bor, ha bor avtomat o'sha erkakligini his qilmindi. O'rgan payg'ambarimiz chamandozlikda o'sha nayzani suzishdi, qilichvozlikni bolalarga o'rgatinglar deganlar. Endi hozir qilich ketmaydi, endi hozir avtomat, ot, yor, portlat shu. U armiyada o'rgatadi buni. Ha bugun biz tarbiya deganda, "Ol, chach qo'yma, ol. Qo'yaversin chach, nima bo'pti qo'ysa? Nima bo'ladi chach qo'ysa? Tammi chachiga osiladi, hayron qolaman. Ha qo'yaversin. Faqat prichoskasini to'g'ri qilib, adbandni qirqib, hali agat ochib, toji qilib olmasin. To'g'ri qilib, nima bo'ladi chach qo'ysa? Tarbiya deganda chachingni qirdir, do'ppi kiy, chachingni qirdir, do'ppi kiy. Cho'ntagida nos o'g'ilnikida. Boshda do'ppi, nima bu? Bu ish basta bu. To'g'riga. Alloh rozi bo'lsin. Kayfiyatlarni tushirmadim ish qilib. Endi nimadir digim keldi, nimaligini bilmasdim. Xudo ilhom qildi, gapirdim. Zapis bor. Yoqmay qolgan joyi bo'lsa, domlaga olib borib birortasiga eshittirib, noto'g'ri bo'lsa, o'zim javob beraman, xudo xohlasa.